Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bo'yoq qozonlari haqida gaplashamiz. Biz o'zimiz kiyib yurgan kiyimlar qanaqa qilib bo'yaladi, shu haqida gaplashamiz. Bo'yoq qozoniga kirishdan oldin bizda mana xom material holatida turadi shunaqa. Bizda qozonlar katta kichik, masalan 1 tonnalik, 1 tonna 400, 600, 800, 500, 400, 300 kichkinalari ham bor bu yoqda mana. Bo'yoqxonamiz вообще akkuratniy, chiroyli tushganda. Mana hamma bo'yoq qozonida material bo'yalyapti. Material xom holatda shunaqa rang bo'ladi. Mana bo'yalishdan oldin qozonga kirib ketyapti уже. Bo'yoq qozonning ichida shunday aylanib bo'yaladi. Laboratoriya rang ishlab beradi-da. Endi rangi turiga qarab 10 soat, 12 soat, 7 soat, 8 soat bo'yaladi. Bizning fabrikada birinchi navbatda sifat bo'lganligi uchun materiallar protsessi sal, misol uchun men bir xil joylarda eshitdim, 4-5 soatda bitta rangi tushiruvchi boradi. Eshitib qolasizlar, keyin uyda kir yuvganinglarda rangi chiqib ketadi materiallar yo cho'zilib ketadi. Bizda unaqa narsa yo'q. Bizda birinchi navbatda sifat turadi-da. Shuning uchun ozgina proses uzunroq bizda. Hamma etaplardan cho'tki o'tishi uchun. Xullas qozonlardan bo'yalib tushib, keyingi protseslarga o'tiladi.